Bugun sizlar bilan tabiatda Ramazon oyi uchun ayni muddo o'zim yaxshi ko'rgan eng zo'r va mazali tovuqli qozon kabob tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib tovuq go'shtining eng mazali boldir va qanot qismlarini qatiq va tuz yordamida marinovka qilamiz. Keyin bo'lsa qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Qachonki tovuq go'shti qatiqga marinovka qilingan bo'lsa, yog'da qovurish jarayonida shunaqa bir xilda qizarib chiroyli bo'lib chiqadi. Tovuqlarni olib ketidan tuzlangan kartoshkani yog'ga solamiz va dumbalarni teramiz, ustidan bo'lsa tovuqlarni teramiz. Tuz va ziravorlarni berib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Tovuqatga solingan mahsulotlarni o'zimni uyimga yaqin bo'lgan Asarti marketdan xarid qildim. Mahsulotlar barra va sifatli, assortimentlar ko'p. Sabzavotlar, mevalar, kolbasalar, ziravorlar, xullas uyga kerak bo'lgan hamma mahsulotlarni yaxshi narxlarda shu magazindan bemalol topasiz. Yarim soatdan so'ng qozon kabob ustidagi tovuqlarni olib, kartoshkasini baland olovda qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkalar qizarib bo'lgandan so'ng yog'ga tovuqlarni solamiz va ularni ham qizartirib qovurib olamiz. Ko'rib turganingizdek, kartoshka va go'shtning ichi yumshoq, usti esa qarsilloq qizarib mazali bo'lib pishgan. Qozon kabobimiz yoqqan bo'lsa like qo'yib, iftorlik qilish kerak bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Hammangizga kattakon rahmat.